Ko'pincha katta farzandlardan homiladorlik, tug'ruq jarayoni, ukalar qayerdan kelishi haqida yashiriladi. Bu balki intim mavzular hisoblangani uchundir. Lekin ularni bu mavzulardan, bu jarayonlardan, bu voqeadan maksimal darajada uzoqroq tutishga harakat qilinadi. Hattoki o'sha buvilarga qaysidir muddatga berib yuborish va katta farzandlar ularnikida yashab turishi ham kuzatiladi. Ammo bu jarayonni ona o'zini tajribasini farzandlari bilan ulashishi va bu jarayonni farzandlari ko'rib katta bo'lishi ularni psixoemotsional tarzda kelajakka juda ham zo'r tayyorlaydi. Ayniqsa qizlar onasini holatini, mana shu tug'ruq jarayonidagi xotirjamligi, o'zini tutishi yoki homiladorlikni qanday kechirganini kuzatib ham o'rganib kelajakda mana shu narsalarni qaytarishligisi kuzatilgan. Bu degani kelajakda qizingizda yengil tug'ruq bo'lishi uchun siz ham birinchi qadamni tashlab berasiz. Qolaversa, tug'ruq jarayoni haqida, homiladorlik haqida katta farzandlar bilan gaplashish, suhbatlashish va hattoki videodagidek ularni tug'ruq jarayoniga olib kirish ularni o'rtasidagi ilk rishtalar paydo bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Siz qanday fikrdasiz? Katta farzandlar tug'ruq jarayonida qatnashishi normal holatmi yoki yo'q? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.